Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun insonlarga ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi insonlarga ta'sir ko'rsatishningki har xil usullari va qanday qilgan vaqtida insonlarda o'zgarish paydo qilg'ili bo'ldi degan mazmunda qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. İnsanlara təsir göstəriş və ularda özgürlük payda qilish degan vaqtida hər xil pasiv və aktiv, səlbi və ijobiy usullarni qo'llanib, insonlarga erkin yoki majburiy ta'sir ko'rsatib, ularning ko'z qarashi, ideyasi, tafakkur qilish usuli, qilmishi va harakatda o'zgarish paydo qilishni ko'zda tutadi. İnsanlarga ta'sir ko'rsatish, ularda o'zgarish paydo qilish va ularni harakatga keltirishda insonlarning ehtiyoji hal qilg'uch rol o'ynaydigan bo'lib, tarixdan buyon insonlarga ta'sir ko'rsatish, ularda o'zgarish paydo qilish va ularni harakatga keltirish uchun qo'llangan har xil usullarning ko'pinchisida insonlarning ehtiyoji markaz qilingan. Undaqda insonlarga ta'sir ko'rsatishning qandaq usullari bor degan vaqtida insonlarga ta'sir ko'rsatish va ularda o'zgarish paydo qilish usullarini cho'ng jihatdan erkin ta'sir ko'rsatish va majburiy ta'sir ko'rsatish deb ikki cho'ng turga ayirib tushuntirish mumkin. Ham shundaqla tuvandagidek kichik turlarga ayirish mumkin. Birinchisi aktiv ta'sir ko'rsatish, ikkinchisi passiv ta'sir ko'rsatish, uchinchisi tahdid orqali ta'sir ko'rsatish, to'rtinchisi qurol kuchi orqali ta'sir ko'rsatish, beshinchisi iqtisodiy kuch orqali ta'sir ko'rsatish, oltinchisi psixikalik monopol qilish, yettinchisi mini yuyish. Albatta, undan boshqa yana konkret boshqa usullar bo'lishi mumkin. Men bu yerda shu nuqtali qilib insonlarga ta'sir ko'rsatishning usullarini bir necha turga ayirib o'zimning tushunchisini qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Men yuqorida insonlarga ta'sir ko'rsatishning usullari to'g'risida to'xtalgan vaqtida uning birinchisini insonlarga aktiv ta'sir ko'rsatish deb o'tgan edim. Undaqda insonlarga aktiv ta'sir ko'rsatish usullarining konkret mazmuni nimalardan iborat degan vaqtida birinchisi o'zaro ishonch paydo qilish orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatish, ikkinchisi hamma ishni o'zidan boshlab boshqalarga ulgu bo'lish orqali ta'sir ko'rsatish, uchinchisi boshqalar bilan samimiy munosabat o'rnatish orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatish, to'rtinchisi boshqalar bilan tushunish hosil qilish orqali ta'sir ko'rsatish, beshinchisi boshqalarga ko'yinish, yordam berish va manfaat yetkazish orqali ta'sir ko'rsatish, oltinchisi tarbiyalash va mas'uliyat tuyg'usini yetildirish orqali ta'sir ko'rsatish, yettinchisi boshqalar bilan hamkorlik o'rnatish orqali ta'sir ko'rsatish, sakkizinchisi o'xshamagan fikrlarga hurmat qilish, tanqid fikrlarni qabul qilish orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatish, to'qqizinchisi mukofotlash va rag'batlantirish orqali ta'sir ko'rsatish, o'ninchisi boshqalarning haq-huquqiga va shaxsiyatiga hurmat qilish orqali ta'sir ko'rsatish. Mana bular insonlarga aktiv ta'sir ko'rsatishning konkret usullari. Undaqda insonlarga erkin ta'sir ko'rsatish va ularda o'zgarish paydo qilish usullari konkret nimalarni o'z ichiga oldi degan vaqtida insonlarga erkin ta'sir ko'rsatish ya'ni majburiy qilmaslik, zo'rlamaslik, insonlarning o'z ixtiyori bilan o'zgarish paydo qilishni qo'lga keltirishni ko'rsatadigan bo'lib, bularningki ichida hamda eng ko'p qo'llanayotgan usul boshqalarni qoyil qilish hisoblanadi. Qoyil qilish degan vaqtida insonlarni pokitga tayinib turib, tarbiyalash, taklif, tavsiya berish, to'g'ri yo'lga boshlash, yordam qilish, ko'yinish, haq-huquqiga hurmat qilish, o'zaro ishonish,
va o'zaro hamkorlik o'rnatish qatorliq samimiy usullar bilan qoyil qilish, ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilishni ko'z tutadi. İkinci usul bo'lsa moddiy va ma'naviy jihatda qo'llash orqali ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilish bo'lib, buningda asosligi yuqori yoki yaxshi maosh berish, mukofotlash, saqliq va bexatarligiga kafolat qilish degandek bevosita manfaat berish usullarini qo'llanib ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilishni o'z ichiga oladi. Uchinchisi bo'lsa psixikalik monopol qilish. İnsanlarninki ciddi bo'lgan moddiy va ma'naviy ehtiyoji va ojizligini qo'llanib, ularga ma'lum foyda manfaat yoki qulaylik sunish yoki bu jihatda va'da berish orqali ularga ta'sir ko'rsatish, ularni qoyil qilish, ishontirish va oxirida ularda o'zgarish paydo qilishni ko'z tutadi. Endi bu yerda bu psixikalik monopol qilishni nima uchun erkin ta'sir ko'rsatish kategoriya ichiga qo'ydingiz degan vaqtida bu psixikalik monopollikdimi odatda zo'rlash, majburlash bo'lmaydi. Har xil mushu yaxshi so'z quloq yoqadigan yaxshi so'zlar orqali insonlarga ta'sir ko'rsatib, ularning qarorida o'zgarish paydo qilganligi uchun bu psixikalik monopol qilishmi mushu insonlarda erkin ta'sir qilish kategoriyasiga kirdi. Bo'libmi biz uchrayotgan har xil ilonlar, ilon san'at degandagidek har xil mushu tovarlarningki maqtilishi biz insonlarningki har xil mushu psixikalik jihatdagi monopol qilishninki ta'siriga uchrab o'zimizning qarorlarda o'zgarish paydo qilishimiz mumkin. Buningda odatda ko'pincha hollarda majburlash, zo'rlash bo'lmaganligi, faqat o'z ixtiyorimiz bilan ba'zi qarorlarni olganligimiz uchun bunimi men mushu insonlarga erkin ta'sir qiladigan kategoriya ichiga kirgizdim. İnsanlarga majbur ta'sir ko'rsatish va ularda o'zgarish paydo qilish usullari. Birinchisi meni yuyish. Tashviqot, ideologiya tarbiyasi, lager, turmalarga solab uzun mezgil tarbiyalash, tahdid qilish, qo'rqitish, xo'rlash, jazolash qatorliq har xil qattiq va yumshoq usullarni qo'llanib, insonlarga majburiy ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilish. Bu insonlarga majburiy ta'sir ko'rsatishninki eng ko'p qo'llanilgan bir xil usuli, ya'ni ming yuyish. Ikkinchisi qurol kuchi orqali ta'sir ko'rsatish. İnsonlarni harbiy, qonun va zo'ravon kuch orqali bo'ysundirib, ularga majburiy ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilish. Bu insonlarga majbur ta'sir ko'rsatishning uchinchi xil usuli bo'lsa, iqtisodiy kuch orqali ta'sir ko'rsatish, ya'ni iqtisodiy kuch orqali boshqalarni monopol qilish. Boshqalarga ko'p miqdorda pul qarz berish, mablag' silish orqali insonlarni bo'ysundirib, majbur ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilish. Mana bular mushu insonlarga majbur ta'sir ko'rsatishninki konkret usullari. Yuqoriqilarning hammasi insonlarga passiv holda ta'sir ko'rsatish usuli bo'lib, ko'pincha ahvolda ularning unumi alohida yaxshi bo'ladi. Ammo ba'zida izchillikqa to'van unumi uzun davom qilmasligi mumkin. Yuqorida men insonlarga erkin ta'sir qilish bilan majbur ta'sir qilishninki konkret usullari ustida to'xtalib o'tdim. Uningda insonlarga mushu erkin ta'sir qilishninki birinchi usulni qoyil qilish deb o'tdim. Uchinchisini psixikalik monopol qilish deb o'tdim. Undaqda bu qoyil qilish bilan psixikalik monopol qilish orasida qandaq farqlar bor degan vaqtida insonlarga ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilishninki yuqorqi usullari ichida qoyil qilish bilan psixikalik monopol qilishning har ikkilisi garchi insonlarga erkin ta'sir ko'rsatish usuli bo'lsa-mu, ammo qoyil qilish insonlarga ijobiy yoki aktiv ta'sir ko'rsatish usuli hisoblansa, psixikalik monopol qilish insonlarga salbiy yoki negativ
ta'sir ko'rsatish usuli hisoblanadi. Qoyil qilish bo'lsa, boshqalarga pakt so'zlash, bilim o'rgatish asos qilinadi. Reallikdan chiqish qilinadi. Ko'ngilga yoqadigan yolg'on yoki ko'p turilma so'zlar ko'p bo'lmaydi. Ammo samimiy, amaliyotni chiqish qilgan so'zlar ko'p bo'ladi. Boshqalarni qo'llanmaydi. O'rtaq foyda va manfaat maqsad qilindi. Barobarlik va hamkorlik asos qilindi. Psixologiyalik monopollikda bo'lsa, boshqalarning ko'ngliga yoqadigan so'zlar orqali yoki boshqalarning istaklarini kapolat qilishga va'da berish orqali boshqalarga tadrijiy ta'sir ko'rsatib, boshqalarni o'z manfaatiga yetish uchun qo'llanadi. Boshqalarning ehtiyoji va ojizliklaridan foydalanib, chiroyli va quruq so'zlar orqali boshqalarni aldaydi, boshqalarni qo'llanadi. Bu her ikkilisi men yuqorida o'tgandagidek garchi erkin ta'sir qilish usuli bo'lsa-mu, lekin qoyil qilish aktiv ijobiy usul hisoblanadi. Psixikalik monopol qilish bo'lsa, passiv va salbiy usul hisoblanadi. Lekin her ikkilisida majburlash, zo'rlash bo'lmaganligi uchun men ularni mush insonlarga erkin ta'sir qiladigan kategoriya ichiga kirgizdim. Undaqda bu psixikalik monopol qilish bilan meni yuyish orasida qandaq farqlar bor degan vaqtida insonlarga ta'sir ko'rsatish va o'zgarish paydo qilishning yuqorqi usullari ichida psixikalik monopol qilish bilan meni yuyish nihoyatda keng qo'llanadigan ikki xil usul bo'lib, meni yuyish diktatorlik tuzumda yoki mustamlika davlatlarda keng qo'llanadigan bo'lsa, psixikalik monopol qilish har qandaq jamiyatda va har qaysi sohada keng qo'llanilishi mumkin. Psixikalik monopollik degan vaqtida yuqorida deb o'tdim. Endi buningda asosliq qandaq usullar qo'llanadi degan vaqtida boshqalarning ko'ngliga yoqadigan so'zlar orqali boshqalarga tadrijiy ta'sir ko'rsatib, boshqalarni o'z maqsadiga yetish uchun xizmat qildirdi. Suiqasd nazariyasidan foydalanadi. Boshqalarning ojizligi va ehtiyojidan foydalanib, boshqalarga quruq va'da berdi, aldaydi. Ammo zo'ravonlik ishlatmaydi, majbur qilmaydi, zo'rlamaydi. Meni yuyish bo'lsa, boshqalarga ma'lum ideologiyani qabul qildirib, ularning ideyasi va qilmishni kontrol qilish maqsad qilinadi. Kimlikni vayron qilishdan boshlanadi. Tashviqot va ideologiya tarbiyasi asos qilinadi. Tahdid qilish, majburlash, jazolash, qiynash, xo'rlash qatorliq har xil vositalar qo'llanadi. Boshqalarni butun kontrol qilishga urinadi. Mana bular shu psixikalik monopol qilish bilan meni yuyishninki orasidagi asosiy farq. Albatta men yuqorida o'tgandagidek psixikalik monopol qilishda majbur qilish bo'lmaydi. U erkin ta'sir qilish usul kategoriyasiga kirdi. Ammo meni yuyishda zo'rlash, majbur qilish bo'lganligi uchun u majburiy ta'sir qilish, ya'ni boshqalarga majbur ta'sir qilish kategoriyasi ichiga kirdi. İnsanlarga ta'sir ko'rsatish usullari ichida meni yuyish eng yomoni, eng qo'rqinchlisi bo'lib, meni yuyilganlarda qandoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida meni yuyilishga duch kelganlarning hammasining menisi yuyilishi notayin, ammo menisi yuyilganlarda tuvandagidek oqibatlar kelib chiqishi va bir umr davom qilishi mumkin. Birinchisi, mustaqil tafakkur qilish iqtidori tuvanlishi, hatto yo'qolib ketishi, mashina odamga aylanib qilishi mumkin. Masalan, o'zini portlatish, shapkasini akal desa, kallasini akilish degandeklar mushu menisi ig'ir darajada yuyilganlikning alomatlari. Ikkinchisi, yangi keraksiz fikr va
ideyalarni qabul qilishi, boshqalarning quroliga aylanib qilishi mumkin. Uchinchisi, pozitsiyasi, ko'z qarashi, qimmat qarashi va iqtidori, hatto kimligi vayron bo'lishi yoki butunlay o'zgarib ketishi haq nohaqni ayırmasligi mumkin. To'rtinchisi, ro'yi qulluqqa giribdor bo'lishi va qayta asliga kelolmasligi mumkin. Beshinchisi, zahmidan keyingi tashvishlanish kasaliga giribdor bo'lishi mumkin. Oltinchisi, tushkunlashishi va o'zini o'ltirib olishi mumkin. Mana bular meni yuyilgandan keyin kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Bugungi bu insonlarga ta'sir ko'rsatish va ularda o'zgarish paydo qilish usullari degan temadagi qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. A a Alloh hammamizningki tafakkurni ochiq qilsin, tenini salomat, ishlarimizni o'ngishli qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.